مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا بسم الله الرحمن الرحيم. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, mana Allohning izni bilan bugungi kunga nasib ekan, mana 10 ga yaqin uyimiz 6 yilning ichida bu qo'li kalta, manaqa bir yetishmovchiligi bo'lib turgan oilaga 10 ta uyni Anjir fondda qurib bitkizib topshirishga muyassar bo'ldi. Mana bugungi kunda shu singlimizni uyi nasib bo'lib turibdi Allohning izni bilan. Bu ishlarga qissasini qo'shayotgan mana aka-ukalarimiz bor, yor birodarlarimiz bor. Yana bir qarab turmaydi degan umiddamiz. Umidimiz katta inshaalloh. Qashqar qishloq eli bu ishga befarq bo'lmanglar. Mana 10 ga yaqin uyimizni topshirishga sizlarning hissanglar juda katta. Biz oddiy sababchi odam. Shunga qaydiga qaramasdan bu ishga qattiq bel bog'ladik. Mana Ajr fondining yigitlari, aka-ukalarimiz, yor birodarlarimiz, bulardan ham Alloh rozi bo'lgan bo'lsin. Domla, Xudo xolasa masjidni boshlash arafasida bo'lib turibmiz. Bu elimizga bir bu ishlarda solih amallarda o'zingiz tushuntirib bersangiz. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Allohga hamdlar bo'lsin, payg'ambar alayhisalomga durud va salovatlarimiz va jamoatimizga, elimizga Allohning rahmati bo'lsin, tinchligi, salomi, barakoti bo'lsin. Azizlar, mana inshaalloh akam aytib o'tgandek bir yaxshi bir solih amalni, bir ezgu amalni ustida turibmiz. Alloh subhanahu taolo bu boshlagan ishimizni Alloh yengil qilsin, og'ir qilmasin, oson qilsin, qiyin qilmasin ilohim. Alloh subhanahu taolo bu ishga hissa qo'shayotgan birodarlarimizni barchalaridan Alloh o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Alloh subhanahu taolo o'zi ajrini ato etgan bo'lsin. Birodarlar, Alloh subhanahu taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi: A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Va ta'awanu 'alal birri wat taqvo deb marhamat qiladi Alloh subhanahu taolo. Yaxshilik va taqvo yo'lida bir-biringlarga yordam beringlar deydi Alloh subhanahu taolo. Va la ta'awanu 'alal ismi val udwan. Dushmanlik va gunoh yo'lida, ma'siyat yo'lida bir-biringlarga yordam bermanglar deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Birodarlar, bu oyatda Alloh subhanahu taolo mu'min bandalariga aytayaptiki, xitob qilib aytayaptiki, mana shunday bir ezgu ishlarda, yaxshilik bir solih amallarda aynan mana shu bugun bir ishni ustida turibmiz. Mana shunday bir kambag'al oilalarga, yetishmovchiligi bo'lgan oilalarga mana shunday bir boshpana qurib berishlik ham aynan mana shu oyatga amal qilishlik bo'ladi inshaalloh. Ya'ni bunda bir odamning o'zini ishi emas bu birodarlar. Mana shu elni, jamoatni hamjihatligi bilan bo'ladigan ish aynan mana shu taqvo yo'lida, yaxshilik yo'lida bir-biriga yordam berishlik, mana shu oyatga amal qilishlik bo'ladi Xudo xolasa inshaalloh. Ya'ni banda birodarining hojatini chiqarishlik payida bo'ladi ekan, Alloh ana shu bandani hojatini chiqarishlik payida bo'ladi deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni bugun siz birodar niyat qiladigan bo'lsangiz, inshaalloh mana shu oilaga men hissamni qo'shaman. Mana shu oilaning xursandchiligiga, mana shu oila boshpana topib qolishligiga men hissamni qo'shaman deb bugun niyat qilsangiz, inshaalloh niyatingiz o'ziga Alloh bitta savob yozadi. Endi uni amalga oshirib qoladigan bo'lsangiz, niyatingizni ham amalga oshirib qoladigan bo'lsangiz, Alloh subhanahu taolo 10 dan 700 barobargacha inshaalloh ko'paytirib yozib qo'yadi. Bu ham Alloh subhanahu taoloning bizga bergan bir rahmati, mag'firati birodarlar. Kim bir mu'min birodarini g'amini ketkazadigan bo'lsa, Alloh undan qiyomat kundagi g'amlaridan bir g'amni ketkazadi dedilar. Kim bir mu'min birodarini ishini osonlashtirsa, Alloh taolo u bandani dedi, dunyo va oxiratdagi ishlarini osonlashtiradi dedi. Bugun birodarlarimiz mana shu opalarimiz, o'zimizni singillarimiz, opalarimiz mana shu xonadonda bir boshpana topib, bolalari bilan xursandchilikda, tinch omon, baxtli saodatli yashashib qoladigan bo'lsa birodarlar, ular bolalari bilan ibodat qiladigan bo'lsa ham sadaqa joriyalarning eng yaxshilari ham mana shu.
sadaqani, infoq, ehsonni eng yaxshilari ham mana shu deydi ulamolarimiz, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo boshlagan ishimizni Alloh xayrli qilsin. Amin. Sog' salomat holatda beshikast bitirib olishini Alloh tavfiqini bersin. Amin. Infoq, ehson qilgan birodarlarimiz barchalaridan Alloh o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Birodarlar, "Faman ya'mal misqola zarratin khayran yarah" dedi. Bas kim bir zarra misqolchalik yaxshilik bilan keladigan bo'lsa, bas uni ko'radi, deyapti qiyomat kunida. U degani qolib qolmaydi, unutilib qolmaydi, ato etilmasdan qolmaydi degani, birodarlar. Ozgina yaxshiliklar bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kuni ko'rasizlar inshaalloh. Barchalarimiz ko'rishlikka nasib qilgan bo'lsin. Amin. Amin. Subhanakallahumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va natubu ilayk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum.